Akalar assalomu alaykum. Bizda hozir bitta Nexia bor. Buni to'liq obzorini qilib beramiz akalar. 4 ta balonni yangi holatda kuzatib ko'ryapsizlar. Mashina qanday holatda. Motorlarni ham bitta ko'rib o'tamiz akalar. Akalar motorlarni ham ko'ringlar. 1.6 super bez konditsioner bo'ladi akalar. Ichlarini ham ko'ryapsizlar. Mashina pechat akalar. O'zini ustutiri hech qanaqa oldidan kaltagi yo'q. Motor akkuratniy chiroyli holatda akalar. Ularda akalar hech qanaqa dinda xiraqlaydigan joylar yo'q. Kuzov tiniq holatda akalar. Orqadan ko'rinish holatlari kuzatib ko'ryapsizlar. Mashina qanday akalar. Maza qilib olib miniladigan joy akalar. Hujjatga keladigan bo'lsak, akalar любой hujjat bo'ladi. Gendisalaring keyin oldi sotdi desalar, oldi sotdi bo'ladi akalar. Pulga keladigan bo'lsak, bugunga akalar $3900 bo'lsa berib yuboramiz. Salonni ham bitta ko'rib o'tamiz akalar. Salonni ham ko'ringlar akalar. Saloni ham masla holatda akalar. Mashinamiz bor yo'g'i 234 ming yurgan. Chiroyli akkuratli holatda akalar. Chiqqan akalar bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol akalar baraka qilib olsalaring bo'laveradi akalar. Tayyor Nexia 2015-yil 1.6 super bez konditsioner bo'ladi akalar. 234 ming yurgan. Bugunga $3900 qilib beramiz akalar. Любой hujjat bo'ladi. Gendisalaring keyin oldi sotdi desalar, oldi sotdi bo'ladi akalar. Mashinamizda metan gaz hamma narsasi bor, tayyor holatda. Generalligacha chiqadi akalar. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi akalar. Bunaqa eng arzoni faqat akalar eng arzoni Top Avto eng arzon kanalida, eng arzon Namangan kanalida bo'ladi akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.